60 soniya ichida tashxisini toping. Boshlaylik. Bemor ayol kishi 38 yoshda, doimiy qo'rquv, ichki xavotir, ba'zan to'satdan vahima hujumlari, miyasida o'y fikrlari to'xtamaydi. Bu holatlar qachondan beri bor? 6 oydan oshdi. Uyqu buzilishlari bo'ladimi? Kechasi ko'p uxlay olmaydi. Biror narsadan ortiqcha qo'rqadimi? Masalan, kasallikdan, atrof-muhitdan, tanadagi belgilardan qo'rqadimi? Ko'p narsalardan, kasallikdan, o'limdan, hatto oddiy vaziyatlarda ham. Yurak tez urib ketishi, nafas siqishi, qo'lda titroqlar, bo'g'izga nimadir tiqilib qolish belgilari bormi? Vahima paytida bularning hammasi bo'ladi. O'sha o'y fikrlardan qutulish uchun bemor biror narsani takror qiladimi? Masalan, qo'llarni yuvish, eshiklarni tekshirish, shu kabi holatlar bormi? Tekshirishni to'xtata olmaydi. Demak, bemorimizda qo'rquv, xavotir, vahima bo'lsa, doimiy o'y fikr xayollar bo'lsa, bitta narsani takror qiladigan bo'lsa, bemorimizda katta ehtimol bilan obsessiv fobik nevroz. To'g'ri. Sizda ham o'zingizda kuzatilayotgan holatlarni izohlarda qoldiring. Keyingi videoda aynan sizga tashxis qo'yamiz.